Assalomu alaykum katta baland qadrli aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Xorazm viloyati Hazarasp shahridagi bog'bon og'amiz bilan tanishtirib o'taman. Bog'bon og'amiz erik, olma, chiya hamma mevalarga shunday chiroylatib, qirqib, naqshlab berib keladilar. Shuni ajoyib etib, chiroylatib, qirqib, naqsh berib qo'yibdilar. Bu shag'alarni ko'rib turganlaridek. Biroq chetdan hammasini ko'rsatib boraman. Bu bog'bon og'amiz. Assalomu alaykum. Obunachilarim assalomu alaykum deb qo'ying. Obunachilar assalomu alaykum. Sog'omon misizlar? Foydalib misizlar? Ish bo'lsa yana murojaat etaverasizlar. Bo'ldi. Shu mevalar bo'yicha shakil beraman. Safaman. Ko'rib turganlaridek. Mening YouTube kanallarda ko'p odam shu blogerlar meni resmen tushib ketadi. İçtimai tarmoqlarda ko'p meni videolarim. Hammang sog' salomat bo'lgaysizlar. Rahmat. Telefon nomerim 99'luk 557 06 Altıbayboy desengizde yurt tanıydı meni. Menden başka Altıbayboy yok. Rayon bo'yicha. Xorazm viloyati Hazarasp shahri 5tadan. 5tadan ben. Qani bir 40 jarayonlarini bir ko'rsatib bering qani. 40 jarayonlarni yaxshilab ko'ring ko'ngildan yetib, ajoyib etib naqsh berib qirqib beradilar. Yaxshilab ko'rib. Ko'rib turganlaridek. Güç yok kaçardı bu canavarlar. Şöyle alıp taşımasanız bunu. İnşallah alıp taşırsınız bunu. Benimle güç olsam bolardı bunu Ali benim tarafına. Güç. Hemmesini de sürmüydü, güçe sürmüydü akıl. Bunu mu? Böyle alıp olmayacak bunu. Ko'rib turganlaridek, haqiqiy bog'bon ishini shunday bo'ladi. Birovning gapini kirmang, birovning deganini aytmang. O'zini tajribasini kelib chiqib, o'zini ishlarini bajaradi. Tarjiba bor. Necha yillik tajribangiz bor? Tecrübem köpmelik. Necha yildan beri ishlaysiz bog'bonchilikda? 30 yıl ona geldi, 30 yıl. 30 yillik bog'bon og'amiz. Şimdi doğru olsam sepemiz iniştirince çıkıyorsa bu ağlara. Kurgan daraxtı birsinem koyman. Yaman boladı öte. Kurgan daraxtı koysan ölene koygan ne oladı jorala. Küçük güzel töküleri. Acı olsa alıp taşan kurgan daraxtı. Niyeti yaman boladı. Oldu. Abi şeylerden poşuna deyip otlarına moramız bunu. Götürmez. Hem işlerini kılamız kuda kalasa. Ay yaxşı, öğrettirmeyin hakikaten. Hurmatli obunachilar, shu bog'bon og'amizga. Salomat bo'lgaysizlar. Bo'ldi. Xudoyim meva yeb, ko'p yaxshi vergaysizlar. Bilan aytganingizga. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada fikringizni yozib qo'yasizlar. Shu bog'bon og'amiz telefon nomerlari kerak bo'lsa, yozib ekranlarda yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. 30 yildan beri shu ishlar bilan shug'ullanar ekan. Hayırda mehmon ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.